Şehirlerimiz davamlaştırmaz hürmetli vatandaşım. Endiki mavzu közler kamaştı. İyolun ahırda boran çapqan mavzuluk haber. İyolun ahırda 100 bergen boran çapqan mavzuluk haber 8. ayının 2. günü ben bir torbeti ilan kılındı haber. Bundan başlandı. Çoğun devletler elişti. Vaziyet nazikleşip gitti. Vaziyet barğansırı mürekkepleşti. Bir günde 3 kıtım özgürüş yüz berdi. 7. ayının ahırdaki bir gün içinde kem bulganda 4 vaka yüz berdi. Birinci, Hindistan o tarafta Cungo bilen sodalaştı. Bir taraftan çıgırağı asker topladı. Yani bir taraftan harbiy kuch bilen Cungo'na yol qo'yishga mecburladı. Hindistan yani bir taraftan harbiy kuch bilen Cungo'ni yol qo'yishga mecburladı. Gerçi Hindistan'ın devlet bexatarlik maslahatchisi Cungo'ni ziyorat qilib, Altın Kesak 5 devletning bexatarlik yig'ini qatnashgan bo'lsa-mu, Cungo hurmat qilgan bo'lsa-mu, nihoyat aniqki, Hindistan'ın devlet bexatarligi maslahatchisi Cungo'ga oq ko'ngillik bilan kelgan emas. Hindistan'ın devlet bexatarligi maslahatchisi Cungo'ga oq ko'ngillik bilan kelgan emas. Hem askar chekindirish niyatimi yo'q. Hindistan'ın maslahatchisi Cungo'ga oq ko'ngillik bilan kelgan emas. Takrorladim, 3 qitim kechiring meni vatandoshim. Hindistan'ın devlet bexatarligi maslahatchisi Cungo'ga oq ko'ngillik bilan kelgan emas. Hem askar chekindirish niyatimi yo'q. Yeni xabarga asoslanganda Hindistan jumladan CNN muxbirlarini o'z ichiga olgan holda zo'r va kuchlik g'arb muxbirlarining sekkim Jungo Hindistan chegara bo'lagiga kirib, Hindiston armiyasining zo'r bir turkum harbiy mashinalarining chegara tarafga askar va lavozimot buyumlarini yo'tkayotganligini suratga olishga ruxsat qildi. Demek xalqaro muxbirlarning bir ayın kirib, Hindiston armiyasining askar yo'tkayotganligini suratga olishga ma'qul bo'ldi. Hindistonning maqsadi oshkorlanishga boshladi. Bir tarafdan burayında Jungo'ning tosh yo'l yasashini to'sdi. Yani bir tarafdan chegarada so'rkilishdan foydalanib, Botanda askar turg'izish. Kelgusi bir hafta ichida Hindiston har qanday ahvolda askar chekindirmaydi ekan, undaqda Jungo bilan Hindiston o'rtasida masala hal qilishning, tanlashning yo'li tarib ketgan bo'ladi. Jungo'dan aytganda taglik Hindiston avval askar chekindirish, onda suhbat elib berishdan iborat. Hindiston baribir Jungo territoriyasiga tajovuz qilib kirdi. Xabarda tajovuz deyilyapti. Bugundan boshlab Jungo hukumatimi Hindistonning chegarada o'tdi degan yeziqni o'zgartib, hozir Hindiston tajovuz qildi degan so'zga o'zgartdi, hurmatli vatandoshim. Jungo Hindiston bilan bu har ikki taraf o'xshashli vaqt askar chekindirish o'yini o'ynamaydi. Bundaq ahvol ostida agar Hindiston askar chekindirmaydi ekan, Jungo izchil sabr toqat qilib turavermaydi. Bugun Shanghayning Somro televiziyasi ham shundaq dedi. Undaqda masala hal qiladigan chora faqat birla chora. Harbiy vosita bilan hal qilish chorasila eshib qoladi. Bevosita harbiy to'qinishga elib keladi. Ikkinchi, Çavuşan 7. ayının 28. günü yarım keçide saat 23 Mars 14 belgilik raketa koyup berip, Çavuşan agentliği buna deyinki sınav g'alaba qildi deb jakarladı. Çavuşan agentliğinin xabardımında ko'rsatildi. Bu raketa havada 48 minut 998 kilometr aralıqda uçtu. Nişan qilingan suyizga tushdi. Uchish egizligi 3724.9 kilometr deb ko'rsatdi. Biz bilamiz ki Çavuşan 7. ayının 4. günü qit'alararo uchadigan raketani sinab qilib g'alaba qozongan. Oradan bir ay o'tmay bu qatam sinab qilgan raketaning uchish egizligi kishini cho'chitadigan darajaga ko'tarildi. Yo'lning eng oxirgi bir kunda yuz bergan 4 voqeaning ikkisini o'qib bo'ldik. Endi 3. Koreyaning prezidenti Moon Jae-in kechalab yig'in ochib, sot sistemasida qo'yib berish
süpsini orunlaştırışda karar kıldı. Xəbərinin törkisi aslında əslində orunlaşdırışını toxtu qoyğan. 4 dana raketa qoyub biri süpsini Çavşan raketa qoyub birib 1 saatdan keyin prezident Koreyanın prezidenti Moon Jae-in Çinhuadayda yığın çağırıb Amerika Qo'shma Shtatlari bilan maslahatlashib Amerika Koreya o'rtasida strategik cheklash kuchini kuchaytirishga jumladan to'xtatib qo'yilgan 4 dana raketa qo'yib biri süpsini orunlaştırışqa ko'rsatilmadi. Nəhayət aniqki bu qatim Çavşan raketasını qilishning xarakteri o'tgankidan og'ir bo'ldi. Prezident Moon Jae-in shuni cho'nqur tushundiki, 1000 kilometrlik masofaga yetiladigan raketa Koreyaga tahdid solish emas, balki Amerikaga tahdid paydo qilish ekanligini tushungan Koreya prezidenti Moon Jae-in dal mush nuqtada turib kechalab yig'in ochib birinchi turkumlik sat sistemasini o'rinlashtirishni qaror qildi. Bu ahvolni ko'rib olamizki, Çavşan yerim arlı vaziyatda texmo jiddiyleşib ketdi. Balki Koreyaning sat sistemasini o'rinlashtirishni qaror qilishi Jongoni texmo bearam qildi. Jongo Tashqi ishlar ministrligi 29-kuni Amerika va Koreya hukumatlariga sat raketa sistemasini o'rinlashtirmaslik to'g'risida qattiq haydakchilik qildi. 4-ci, endilikdə bir gün içində yuz bergan voqeaning 4-cisi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Trump 7-ci ayın 29-cu kuni Rossiyani embargo qilish qonun loyihasiga imzo qo'ydi. Davlat Majlisi, Avam palatasi, Kengash palatasi Rossiyaga embargo yurgizish qonun loyihasi ma'qullagandan keyin prezident Trump yo'lga qo'ygan loyihaga imzo qo'ydi. Ma'qullangan loyihaga bu qonunga imzo qo'ydi. Prezident Vladimir Putin g'azablanib, zarba bermez Amerika tarafının mundaq yo'lsizligi taqat qilg'ili bo'lmaydi dedi. Hurmatli vatandoshim, siz shunga diqqat qilingki, biz 1-oylarda leksiya so'zlaganda Washington Pochtasi gazetining sobiq muxbiri, ya'ni Beijing turishlik muxbiri John Pompert apandi Amerika Qo'shma Shtatlari ayni chog'da Xitoy bilan birlashib Rossiyaga taqobil turganda bu qatam Rossiya bilan birlashib Jungoga taqobil tursa bo'lmamdi degan edi. Mana 6 oy o'tdi, bugungi kunda hozir Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisining Rossiyani jazolash to'g'risida qonun loyiha ma'qullaganligi va buning prezident Trumpning imzo qo'yganligi haqiqatan men sizga bu nuqtani tushuntirib bera olmayman. Faqat bir cümle söz bilan siyoset degan shundoq bo'lishi kerak deymiz, hurmatli vatandoshim. Endi yuqorida biz ko'proq ta'kidlab so'zlaganimiz Hindiston bilan Jungoning munosabati, bu munosabatning taraqqiyotiga siz va biz, ya'ni yaqindan diqqat qilib turamiz vatandoshim.